Voydod, obunachilar. Katta bo'lgan mashinasini ko'rdingiz. Shularni katta qilgan mashinani bilasizmi? Malibu 2 avtomobil do'stlar. Kelasi sizlarga ikkita o'yinimiz haqida bir chetdan ma'lumot berib o'taman. Obunachilar, Husayn Live kanalida Malibu 2 Gentra va 3 ta Spark finali boshlanmoqda. 61 ta bilet qoldi. Unga bilet olish uchun pastdagi Telegram nomeri, ya'ni 0000 ga yozasiz. Salonni bosingizlar, kartalar beriladi. Pul o'tkazmasini amalga oshirib, chek, ism, familiya nomerini qoldirasiz. Tamom. Keyin obunachilarimiz mini o'yinimizda 66 nomerini qo'yib qo'yamiz. Bunga ham Telegramdan salonni bosingizlar, bemalol bilet olsangizlar bo'ladi. Qaranglar, Malibu'niga bilet narxi 100 ming so'm, 700 rubl, 5500 tangadan. Shoshiling, 61 ta bilet qoldi. 5 ta avtomobil boshlanmoqda. Mini turimiz esa yaqinroq keling jigar. Mini turimizda mana shu pul yutuqlarini yutib olishingiz mumkin. 15 million. Shu pullar beriladi. 15 million glavniy sovrin, 10 ta 500 ming so'm, 20 ta 250 ming so'm, 30 ta Malibu o'yiniga bilet, 20 ta katta o'yinga mini turimizga biletlar sovg'a qilib beriladi do'stlar. Shoshiling, bunaqasi bo'lmagan. Malibu yutib olasiz, 15 million yutib olasiz. Mini o'yinimizda bilet narxi juda ham arzon. Jinni bo'lib qolishingiz mumkin. 999 ta bilet. Voydod. Va do'stlar, bilet narxi 50 ming so'm, Moskva uchun 400 rubl, Qozog'iston uchun esa 2500 tangadan. Shoshiling. Gaziga bosamiz do'stlar. Malibu 2 va anchagina pul yutuqlarini kutmoqda. Bosinglar gaziga. Mana gazni bosishdi. Hamma omadini bersin. Tezlashaylik. Bilet tugab qoladi. 2 ta final, bitta boshlanadi. Boshlaysiz ham gaziga.